Ochiq aytish kerak, energetika sohasida muammolar bugun paydo bo'lgani yo'q. Hammamiz buni juda yaxshi bilamiz. O'zbekiston va qishga tayyorgarlik. Mamlakatning energetika ta'minoti qanchalik barqaror? Gaz pasayib ketadi, tokka bir kun o'chadi, bir kun bor bo'ladi, yoki 2 kun bo'lsa, bir kun bo'lmaydi yoki. Olimlar esa energiya ishlab chiqarish usulidan xavotirda. Shu darajadagi qish oylarida barcha havoni ifloslantiruvchi moddalar ishga tushadi. Aksar aholi rasmiy va'dalarga hanuz ishonchsiz munosabatda. Даже bo'lmay ham qoladi, yetmay ham qoladi, to'g'risini aytganda-da. O'zbekiston va qish. Mamlakat bu yilgi qish mavsumiga qanday tayyorgarlik ko'ryapti? Qish mavsumi kirib kelishiga atigi bir necha haftalar qolar ekan, O'zbekistonda ham kunlar qisqarib, havo harorati pasayishni boshlagan. Elektr va isitish tizimiga bo'lgan talab oshmoqda. Bu esa qariyb har yil aholining turli e'tirozlariga sabab bo'ladigan energetika tizimi haqida ba'zi savollarni qayta o'rtaga chiqaradi. O'zbekiston bu yilgi qish mavsumiga qanday tayyorgarlik ko'rmoqda? Mamlakat energetika tizimi qanchalik barqaror? Energiya resurslari kamayib borayotgan bir paytda tizimda nimalar o'zgardi? Aholining esa kutilmalari qanday? Bir necha kun avval Prezident Shavkat Mirziyoyev kuz-qish mavsumi yuzasidan yig'ilish o'tkazgan. Bunda prezident qishga tayyorgarlik to'liq va to'kis emasligini, ayrim viloyatlarda esa hatto qozonxonalar ham ta'mirdan chiqmaganini tanqid qilgan. Vaholanki oktyabrning o'zi ham mamlakatda sezilarli darajada salqin ob-havo bilan boshlandi. Olimlar bu yilgi qish mavsumi quruq va mo'tadil bo'lishini, ammo anomal sovuqdan ham xoli emasligini aytishmoqda. 2022-yil analogga o'xshab ketyapti hozirgi kuz-qish mavsumi, ya'ni 2021-2022-yilda analogga o'xshash va 2022-yilda haqiqatdan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga zarba bera oladigan kichik muddatli ikkita anomal sovuqliklar kuzatilgan. Boshqacha qilib aytganda, umumiy ma'noda qishimiz mo'tadilga yaqin, iliq yoki issiq emas, mo'tadilga yaqin. Oktyabr oylari sovuqroq, noyabr oylari ham sovuqroq, lekin dekabr issiqroq va yanvar biroz mo'tadil va ayrim hududlarimizda endi respublikamiz juda ham sarhadlari katta. O'sha bu yog'i shimol hududlaridan janubiy voha hududlariga, vodiy hududlariga, markaz hududlariga bo'linadigan bo'lsa, shimoliy hududlarda antsiklon asosan kuchli ta'sir o'tadi, lekin janubiy vohalarda me'yorga nisbatan biroz issiqroq bo'lishini aytib o'tamiz. O'sha havo oqimlari, sovuq havo oqimlari kirib kelganda haroratning 10 darajagacha pasayib ketish holatlari bo'lishi mumkin. Biroq O'zbekistonda elektr va isitish ta'minotining asosiy manbai bo'lgan gaz resurslari yildan yilga kamayib bormoqda. 2019-yilda mamlakat 61 milliard kub metrga yaqin gaz qazib olgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 44 milliarddan sal oshiqni tashkil qilgan. Bu 5 yil ichida qariyb 30% tushish degani. Energiyaga bo'lgan talab esa keskinlik bilan oshmoqda. Kutilmalarga ko'ra, bu yilgi elektr sarfi tarixiy rekord darajaga chiqishi mumkin. So'nggi yillarda bizda gaz resurslari juda ham tortilyapti. Yer ostidagi gaz zaxiramiz yildan yilga kamayapti va uni burg'lab o'sha qazib olish ishlari juda ham og'irlashyapti. Bu rasmiy statistikada ham chiqyapti. Ya'ni aholi ko'payapti, iqtisodiy sektor o'syapti, elektr energiya ishlab chiqarish, gazga bo'lgan talab haddan tashqari ortish fonida bizda endi uni qazib olish teskari, ya'ni o'tmishga nisbatan hozir 50% kamayib ketgan. Ya'ni 40 yil oldinga nisbatan 50% kamayib ketyapti va yildan yilga bu yana ham kamayib ketish prognozlari chiqib kelyapti va bu paytda baribir biz endi gaz resurslaridan boshqa resurslar qidirishga o'tamiz va mana o'tgan yilda, undan oldingi yillarda ham ko'mir yoqishga, hattoki Toshkent shahrining atrofida ham ko'mir bilan ijtimoiy obyektlar isitildi va mana shu holat ham ko'mirni ko'proq yoqish yoki issiqlik elektr stansiyalariga mazut bilan o'sha elektr energiya ishlab chiqarishga kuch berish yoki suv isitish masalalari ko'rib chiqilgandan keyin albatta, ya'ni resurslarimiz yetarli emas. Tabiiy gaz manbalari kamayib borar ekan, O'zbekiston allaqachon muqobil energiya resurslari va hamkorlarini izlashni boshlagan. Mamlakat rahbariyati so'nggi yillarda bot urg'ulayotgan quyosh va shamol ta'minoti hanuz kichik foizni tashkil qilsa-da, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra hamin qadar o'smoqda. Shu bilan birga 2023-yil so'ngida O'zbekiston Rossiya bilan ham gaz importi bo'yicha shartnoma imzolagan. Avvaliga 2 yilga mo'ljallangan kelishuvning hozirgi holati haqida ma'lumotlar ochiq manbalarda mavjud emas. Gaz manbalarining iste'moldagi o'rnini nima to'ldirish esa noma'lum. Biroq O'zbekiston energetika tizimining mazut, ko'mir va gazga suyanishi mutaxassislarning fikricha tobora yirik ekologik xavf yaratmoqda. Sababi ayni manbalar bugun mamlakatda havo sifatini buzayotgan eng birlamchi omillar. Energetika tizimi qish oylarida havo ifloslanishiga
ni keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Ya'ni havodagi mayda PM2,5 disperz zarrachalarini ko'payib ketishiga asosiy sababchi bu energetik tarmoqlar hisoblanadi va masalan Jahon bankining hisobotida ham 2023-24-yildagi hisobotida Toshkent shahri uchun qish oylarida asosiy PM2,5 zarrachasi, ya'ni havoni ifloslantiruvchi manba sifatida 40% dan ko'p deb mo'rlardan, o'sha tosh grez deymizmi, boshqa deymizmi, shu mo'rlardan chiqayotgan mayda, ya'ni yoqilg'i resurslari, mazut deyapsiz, mazutni yoki tabiiy gazni yondirish yoki ko'mirni yondirish natijasida chiqqan mayda disperz zarrachalar asosiy omil ekanligi isbotlangan. Demak, bu yil ham biz qish oylarida baribir ko'proq elektr energiya ishlab chiqarish uchun qanaqadir yoqilg'i resurslarini yondiramiz va shu darajadagi qish oylarida barcha havoni ifloslantiruvchi moddalar ishga tushadi. Ya'ni ko'mir ham yoqasiz, issiqxonalardan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar, avtomobil sektori ham yana qo'shib beradi. Undan tashqari oxirgi paytlarda bu yil o'zida ham mana yog'ingarchilikni ko'rmayapmiz. Kuzni ikkinchi oyga qarab ketyapmiz. Hali yaxshi yog'inlar kuzatilmadi. Shundoq ham issiq yoz bo'ldi. Hozir cho'l hududlarida chang massalari shamolda ko'tarilishga moyil bo'lib turibdi va qish oylarida ham, hatto yanvar oylarida ham chang bo'ronlar kuzatilishi mumkin. Aytganim, hamma PM2,5 ifloslantiruvchi hamma manbalar ayni bu yil dekabrda ham, yanvarda ham ishga tushishini aytib o'tishimiz mumkin. O'zbekiston bu yil bu borada qanday o'zgarishlar qilishi noma'lum. Muqobil manbalar bo'yicha izlanishlar qanday natija beryapti? Mamlakat bu yilgi qish mavsumida ekologik oqibati yomon bo'lgan ko'mirdan qanchalik keng foydalanadi? Bular haqida ma'lumotlar ochiq manbalarda mavjud emas. Energetika vazirligi 23-sentyabrda o'z Telegram sahifasida qoldirgan xabarga ko'ra, yashil energiya manbalari bugungi kunda sezilarli darajada atmosferaga chiqishi mumkin bo'lgan zararli moddalarning oldini ham olmoqda. Shunga qaramasdan ham aholining aksariyati hanuz energetika tizimini e'tirozli deb topadi. Tabiiy gaz yetib bormagan hududlarda yashovchilar o'tin va ko'mirdan foydalanishga ko'nikishgan. Biroq poytaxt Toshkentda yashovchilarning aksariyati ham qish kelishi bilan tizimda muammolar ko'payishidan yozg'iradi. Yo'q, qoniqmagan ishni. Nimaga? Qish kelgandan keyin hammasini anaqa qilib tashlaydi. Nima edi? To'lov oshiradi birinchidan. Nima desam bo'ladi? Masalan, gaz pasayib ketadi, tokka ham bir kun o'chadi, bir kun bor bo'ladi, yoki bo'lmasa 2 kun bo'lsa, bir kun bo'lmaydi, yoki orada qaysidir tuman o'chib qolishi mumkin, haftada bir marta, yoki issiq suv, вообще issiq suv narxi вообще oshib ketadi. Mana o'tgan yili, undan avvalgi yillarda ham shunaqa hodisalar bo'lganmi? Da, конечно, men o'zim har yil student bo'lib yashayman. Studentlarga juda ham og'ir bu narsa. Tem bo'li kommunalkani hozir studentlar o'zi to'laydimi? O'shaning uchun issiq suv narxi juda ham qimmat. Toshkentda yaxshi, lekin bizda sal qoniqarsizroq. Svet qishda ko'p o'chadi, shu muammo shu. Gazchi. Gaz yaxshi, lekin svet muammo bizda. To'lovlari ham juda qimmat. Yaxshi, normalniy. Yo'q. Uzilib qolib bezovta qilmaydimi? Yo'q. Pulini vaqtida to'lasang qanaqa qilib uzilishi mumkin? Vaqtida to'lash kerak. Endi bir bo'ladi. Xatosiz hech narsa yo'q. Lekin chekka hududlarda boshqacha, sharoit yaxshi emas deb o'ylayman. Kimga qanaqa yaxshi, yomon emas. Qishda lekin gaz o'chirilmasa yaxshi bo'ladi. Boshqa vaqtlarga qaraganda qishda kerak bo'ladi. Issiq suv o'chib qolyapti. Ayni bomdodga borganda issiq suv bo'lmay qoladi. Keyin issiq suv bilan gaz o'chmaslik kerak-da. Endi bizda ham ayrim joylarda, qishloqlarda yo'q, baribir hamma joy yaxshi emas. Elektr toklari, endi gaz ko'p yerlarda yo'q, bor yerlar ham bor, yo'q yerlar ham bor. Endi yangi mahallalarda yo'q bo'lsa kerak. Aynan sovuq tushgan paytda batareykalar issiqlik tushib ketadi. Svet umuman yo'q, o'chmagan bizda. No, issiqlik tizimi unchalik emas. Yo'q, pasayadi qishda. Qishda pasayadi, hozir yaxshi. Qishda ko'ramiz yo'g'i. Ko'p o'chgan. Limitni olib tashlash kerak, ilanmaysiz hoki. Hozir вроде бы normal, qishda уже kam bo'lib qoladi. Даже bo'lmay ham qoladi, yetmay ham qoladi. To'g'risini aytganda-da. Agar gazdan muammo bilan hozirgi gazdan muammo yo'q. Hammasi yaxshi. Avvalgi yillarda ham ancha yaxshi edi. Chunki shu paytgacha kamchilik ko'rmadim. BBC hukumat ayni qish mavsumiga qanday tayyorgarlik ko'rayotgani yuzasidan rasmiy tashkilotlar, xususan Energetika vazirligi va havo sifati tobora yomonlashib borayotgan Toshkent shahar ma'muriyati bilan bog'landi. Biroq video chop etilishga tayyorlanayotgan vaqtga qadar mavzu haqidagi yangi axborot BBC ga ma'lum emas.
Shu sababdan ayni videoda ochiq manbalarda mavjud ma'lumotlarga tayanildi.